Salom olasizlar bilan men Felix Minecraft bugungi videoda sovuq suvni issiq suvga aylantiradigan challenge olamiz. Endi biz hozir suv olgani ketyapmiz. Muhammad Ziyo bilan biz suv olgani ketamiz. Idishni oldingmi? Ketdik, sekin tushib olamiz bu izbirga. Mana. Endi suvni olib bor. Suvda. Mana suvni ham olib oldik. Endi yo'l chiqib ketamiz-da. Felix ketyapman. O'choq tayyor bo'ldi. Biz suvni ichib ko'ramiz deb aytdik shekilli. Lekin ichmayman. Mana o'choq ham tayyor qilib qo'yibdi bular. Mana suvni qo'y. To'kormaydigan joyga qo'y. To'xtatdi qal. Men buni bu yerga qo'yib turaman. Felix, mana buni qo'yish kerak. Suv bor ichida. Sal to'ldirib qo'yish kerak. Sal bunday qilib qo'yish kerak. Ko'tarish kerak-da buni. Mashina cho'pakchada mashina to'g'rilarga surish kerak. Buna kerak emasmi? Ana o'choqni tayyor qildik. Endi yoqasan. Gurgut qani? Gurgut qani? Hamma totku. Asrbekning ichida ekan. Ana. Videoni yo'q, odamni yoqdi. Ya, o'chyapti. Ana gugutga, ana qog'oz kerak bizga. Bizga mana bu narsa bo'ladi, mana bu narsa. Yonmashi ham mumkin. Yonadi. Ya. Mana yo'qoldi, yonyapti. Mana yonyapti. Suv isyapti, challenge'ni bajargan bo'lamiz biz. Agar yo'q bo'lsa, bajarolmagan voy. Panaxta bitta kishab o'choq qo'yapti kichkina. Mana bu yerda yana bitta o'choq bor. Bulan to'p o'chir. Mana. Yana bitta o'choq. Do'stlar, Endi suvni ushab ko'ramiz. Suv issiq. Qilasangiz uni. issiq. Endi bu suvni men ichib ko'raman. Mana menga video qoldi. Ko'raman. Ko'rinyaptimi? Ichib ko'rdim. Bo'ldi.